Do'stlar, assalomu alaykum. YouTube kanalimga xush kelibsizlar. Yangi yuklarimiz tayyor bo'ldi, xudo xohlasa sotuvga. Polis kubali injektor, ABS sistema, akropovishli motobaykimiz Tiffany rangi, qizil rangi hamda xuddi shu xarakteristikada yashil va tilla rangli svetlarimiz sotuvda tayyor. Bemalol O'zbekiston istagan nuqtasiga yetkazib berish xizmatini tashkillab beramiz. Bizdan xarid qilishlari mumkin va Tiger skuterimizni yangicha pokoleniyasi kelgan. Ya'ni bunda 150 kub oldi faralari o'zgarish, mana bu joyda yana bitta fara qo'shilgan, bu joyda o'zgarish, diskalari bunaqa saka diska qilingan, led lampa qo'yilgan. Yukxona, qo'shimcha amortizator, maksimal skorost 100 km/s chiqadi. Pultda o'taydi, o'zini maxsus pulti ham bor. Kalp orqali o'tadi, multimedia, elektron tablo, old orqa jitkiz. Bu motosiklimizda ikki xil svetda hamda yashil ko'k aralash svetida bor. Bu ham sotuvga tayyor. Mahsulotimizning tan narxi $1100. Ularni $3050 dan beryapmiz. Motobayklarimizni arqa rasvetkalari juda ham ko'proq tipda bor. Tank skuterimiz kelgan sotuvga $900 dan full paket. Oldida oynaga, ruchka zashitniga, yukxonasi 150 kuba. Qo'shimcha 500 kubali sport baykimiz ham sotuvda tayyor. Tashqi ko'rinishi juda ham chiroyli. Bularga nisbatan ozgina katta va Tiger skuterlarimiz. Bular $950 dan ozgina farq qiladi. Bundan oldin ko'rsatganimdan bunda elektron tablo, faqat bu joyda tablosida ozgina farq qiladi. Jitkiz tormoz. Agarda sizlarga qaysi bir mahsulotimiz ma'qul keladigan bo'lsa, pastda raqam qo'yib qo'yaman. Qo'ng'iroq qilib bemalol xarid qilishlaringiz mumkin. O'zbekistonga yetkazib berish xizmatini tashkillab beramiz.